Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Oliverjon. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha Nurli Craft serverimizda sizlar bilan birgalikda noldan kuchayamiz. Men shuncha noldan kuchaydim, men seriyoz aytaman. Shu masalan, men timlarim ham turibdi, mana bitta timim. Keyin mana bu nikli hamta timim turibdi. Biz noldan ancha kuchaydik, tak 1.4 million yig'dim men. Tak shuncha pul yo'qdi, shuncha kuchaydi. Mana 1, 2 ta 3 ta bekon loot qildik, bitta meteor loot qildik. Siz hammasi o'chib ko'rsanglar, hammasi o'chib ketganda bular. Nima ham qilamiz mayli. Hozir videoda yo'qdim men. Hozir sizlar bilan birgalikda baza quramiz. Tak RTP yozamiz. Tak hozir biz baza qurishga tak uzoq koordinatalar izlaymiz. Mana mana salomlashdilar ko'rsanglar. Neydi bu? Bitta citron qo'yamiz, citron. Tak. Ferma qo'yamiz. Bu yerda men yerda ko'rdim. Agar yo'limga yaqin bo'lsa boraman dedim. Boshqa uzoq ekan, mayli. Nima qilamiz? Tak, mana shu orolning tagida bo'lar ekanmi? Shu spawn bo'lgan joyga qaytib keldim. Mana shu yerdan qurib olamiz. Yo, betda emas. Katta ehtimol bilan betda emas. Cho'ldan qurmaslik kerak. Короче, mana shu yerdan quramiz. O'chirib qo'yamiz, mana shu yerdan quramiz nimaydi. Shundan yapamiz. Timlarimga aytib qo'ya, altarga boringlar deb. Hozir biz blok qo'ymasdan pastga tushiramiz. Bu keyinchalik blok qo'yib chiqaman o'zim bitta-bittalab. Naqanda bu Mo'la bu ba'zan o'xshamaydi. Javob
ba'zan o'xshamadi. Sababi men past versiyadan kirganim uchun menga past o'sha qorong'udek bo'ladi va tushib ketsam bug bo'ladi va serverdan kick qilib meni. Xabga, to'g'riroq xabga o'tkazib yuboradi. Shuning uchun men teamlarimga aytaman, o'zlari qurishadi, men yordam beraman. Prosta faqat eng tagigacha qurmaymiz. O backon ekan, bu ham no mayli. Men короче bo'laman keldim. Hozir endi backon qilamiz. Boshqasi kerak emas. Asosan shular kerak bo'ldi. Hozir biz hamma o'qitlanishdi. Bu hammasini emas, 3-4 ta ishlatamizda. Mana bu enchantlarni ochib chiqamiz. Endi hozir biz mana bu enchantdan ochamiz. Bismillah. Va bismillah. Yo. Buncha olmasizmi? Faqat past darajada kiraveradi menga. Mayli, qolganini boshqa qora kunlarga asrab qo'yamiz. No, hozirdan aytdim, sizga sig'madi. Sword uchun, qilich uchun tushdi bu ham. Qo'shildi. Bunday qilich. Enchanted qilich bo'ldi. Bu hozir ham bola resurs pakimni o'chirib olay, no sal noqulay ko'rinyapti. Men hozir resurs pakimni o'chirib olaman. Mana bola men resurs pakimni o'chirdim. Endi yaxshiroq, chiroyliroq ko'rinyapti. Bar Minecraft o'zini paki zo'rroq deb o'ylayman. Nu hozir men teammatimda baza qurasizmi deb so'rayman. Agar javob bersalar tepatash o'sha tepa qilamanda ularga yordam beraman. Ungacha men mana bu oltin olmoslarni qazib turaman. Endi men 2 ga boramiz. U bo'sh ekan, o'zi bo'sh. U qurbondilarmi deyman. U deb yozib qo'yamiz. Bar baza zo'r ekan. Bashaka. Yozib qo'yamiz, shuni yozdim endi.
Tak, baza kichik emasmi? Bo'ldi, to'g'risini ayting. Baza kichik a. Baza kichik emasmi deb yozib qo'yamiz. Baza kichik emasmi? Men o'ylayotgan bo'lsanglar, mana bu hozir chatga yozadigan noldan kuchayishni o'zi emasman. Kuchayishni o'zi emasman. Men o'zim prosta shunaqa nom topdim. O'g'irlaganim, to'g'ri bosh noldan kuchayish deb o'g'irlagan bo'lishim mumkin, lekin sal o'zgartirib yozdim. Mayli. Reklamani qo'yamiz. Menga talisman sfera ko'proq kerak. U topdingizmi? Bitta. Okey, deb yozib qo'yaman. U bilan do'stimiz mana shu 3-chi do'stimiz bizga mending topdim deb yozdilar. Endi tak hozir ularni olib ba'zan bitirib bo'lsam, ularni olib tepa qilaman. Beqa Dilxon village deb o'chiramiz. Endi men bu do'stimizga tepa qilamiz. Mana hozir yozib qo'yaman. U qani? Arzon. Mendinglar arzon ekan. Bro, mending jetil bo'ldi yozib qo'yamiz. Undagi bolalar biz mending jetin topdik. Uni aytmadan bilaman to'g'risi. Shuncha narsalar bor ekan. Zo'r. Короче, bola shu video kim bu yozib. Короче, bola shu videoga yo'q. O'sha aytgandek 10 ta like bo'lsa,
ikkinchi qism chiqaraman. Xayrlashing deb yozib qo'yaman va bularga ham xayrlashing deb yozib qo'yaman. Vada tugatmoqman. Ikkinchi qism bor. Ikkinchi qismda da topamiz deyman. Ha, nima? Ha.